Aka yerni ko'chirib ketadi, lekin o'zi uchib ketmaydi. Ham moykadan daromad, ham quyosh panel o'rnatilgan. Bu yerga 50 kilovatli quyosh paneldan ham daromad qilsa bo'ladi va tepasiga tunuka yoki shifr ishlatilmaganda quyosh paneldan to'silgan hisobiga bundan ham yutilganda, to'g'rimi? Ha, navesni o'rnatish usta pullardan ham yutilgan, quyosh panel o'rnatilgan. Quyosh panel hozir bu nafaqat quyosh panel mo'ykan iste'molini, balki davlatga tok ham sotadi. Davlatga tok sotib foyda ham qiladi. Gap yo'q. Mana shunaqa 50 kilovatdan taxminan 7 million, 8 million so'm daromad qilinsa, 2 million, 3 millionni mo'ykaga xarajatiga ketadi. 5 million toza qoladi. daromad ham bor ekan. Hozirgi kunda qoladi. Gap yo'q. Naves qilmoqchisizlar. Shoshilmay turinglar. Naves qilayotganinglarda o'sha tom qismini yopish jarayoniga kelganda akalarimizga aloqaga chiqsanglar, ham tulka, ham shifrni o'rniga quyosh panelni yopib ketadi. Sizga quyosh paneldan daromad qilsangiz bo'ladi. Ham bu yerda yomg'ir suv o'tmaydi. Umuman suv o'tmaydi. Keyin yana bitta narsasini aytib o'tish kerak. Shamolda, qo'qon shamolida uchirib ketmaydimi deydi. Aka yerni ko'chirib ketadi, lekin o'zi uchib ketmaydi. Shunaqa mustahkam o'rnatilgan. Ha, shunaqa mustahkam. Yomg'ir umuman to'fon bo'lsa ham o'tmaydi. Hamma yoq mustahkam o'ylangan. Oralari germetik ekan. Xullas, shunaqa holatda sizlarga o'rnatib berishadi. Narxlari qanaqa bo'ladi? Kilovatga hisoblanadimi yoki qanaqadir minimal miqdor bor? Aka kilovatga hisoblaydigan bo'lsangiz, jicha to'g'ri kelmay qoladi. Hisob kitob qiladigan bo'lsangiz, masalan, 5 kilovat oladigan bo'lsangiz, 22 millionga o'rnatib beryapmiz. Agar buni siz kilovatga bo'ladigan bo'lsangiz, 1 kilovat 4 million so'mdan tushib qoladi. Lekin bu xato ketib qolishi mumkin, chunki 1 kilovatga ham 10 kilovatga ham inverter olishingiz kerak. Shuning uchun hisob chiqmay qoladi. Bu katta kilovat o'rnatib borsangiz, ba'zan summa pastlab boraveradi. Shuning uchun o'zi kilovat oladigan bo'lsa, biz o'zimiz aniq hisob kitobini qilib beramiz sizga bog'lansa. Hozir 5 kilovat o'rnatsa taxminan 4 million so'mdan tushsa, 10 kilovat olsa, undan ham tushadi. 100 kilovat olsa, undan ham tushadi. Tem bo'li subsidiya bilan aka. Yana 100 million so'mda o'rnatadigan bo'lsa, sizga 20 million so'm bilan davlat to'lab beradi. Bu nima uchun? Hammasi yashil energiyani rivojlantirish uchun foydalanish kerak. Xalqni o'ylagan holatda qiladi. Sababi siz quyosh panel o'rnatadigan bo'lsangiz, siz qanaqadir soliq to'lamaysiz. Yo'q, naborot qanaqadir soliqlardan ozod qilinadi. Ozod qilish mumkin. Qadrdonlar, sizlarga Sannur Energy kompaniyasini tavsiya qilamiz. Xizmatni aytib o'tganimizda butun O'zbekiston va qo'shni davlatlarga ham xizmat ko'rsatishar ekan. Va video davomida ko'rgan barcha mahsulotlarda bemalol buyurtma berishingiz mumkin.